Agarda Yashnobodda eng yaxshi lokatsiyalardan kvartira qidirganlar bo'lsa, mana shu taklif bitta o'ylab ko'rmasanglar bo'lmaydi. Akam 9 etajli domni 4-etajda joylashgan, maydoni 80 kvadrat 3 xonali kvartiramiz srochno sotiladi. Remont o'rtacha, baribir kelib bitta remont qilish kerak bo'ladi. Oldida ko'ryapsizlarmi? Avtoparkovочный joylari bor. Bolalar o'yingoh deysizlarmi? Maktab, bog'cha, supermarketlar 100-200 metrda joylashgan bo'ldi. 200-300 metrda korzinka. Endi sizlar bilan ichkaridan ko'rib chiqamiz va video davomida men narxi bilan aytib o'taman. Ichkari taraflama ko'radigan bo'lsak, kirish asosiy podъезд eshigidan kirish bo'ladi. Shunaqa uzun qo'l, chiroyli shkaflar bilan qo'yib qo'yishgan. Remontlari o'rtacha, akalar kelib baribir bitta remont qilish kerak bo'ladi. Bu yoqda ketma-ket ikkita yotoqxonamiz joylashgan bo'lsa, birinchi qavatli yotoqxonasi, bolalar yotoqxonasi joylashgan bo'ladi va chap qo'lda bitta katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Ko'ryapsizlarmi? Razmerlari katta ishlangan. Umumiy hisobda 80 kvadrat yer maydoniga joylashgan. Alohida sanuzorlar ko'rishingiz mumkin. Razdelni bu yoqda kuxnyamiz joylashgan bo'ladi. Bu yoqda bemalol ovqatlanadigan joy qilib, kuxnyani balkonga olib chiqib qo'yishini ham ko'ryapsizlarmi? Ko'rganinglarda remontlari o'rtacha, baribir kelib bitta remont qilish kerak bo'ladi. 9 etajli domni 4-etajda joylashgan, maydoni 80 kvadrat. $65,000 ga. Startoviy narx kelishiladigan joylar bor. Yashnobod tumanida Orientir, Qo'ylov katta bozor bor, akalar. Pastdagilar nomerini qoldiramiz, bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi.